Nafsiga yo'q deya olmaydigan erkak hayvondir. Hayvonlar ochlik bilan yashaydi. Odam esa tanlov bilan. Har xohishini erkinlik deb atagan odam aslida o'ziga zanjir taqadi. Chunki tartibsiz erkinlik bu yashirin qullikdir. Chegarasiz rohat odamni bo'shashtiradi. Yengilgan istak esa fikrni charxlaydi, tanani baquvvat qiladi, ruhni tiklaydi. Har safar taslim bo'lsang, ichingda nimadir sinadi. Bugun yenggan nafsing ertaga kim bo'lishingni belgilaydi. O'zini boshqara olmagan odam har lazzat oldida bukiladi, har vasvasa qarshisida kichrayadi va hayotni mayda parchalanib o'tkazadi. Haqiqiy jang avval ichkarida bo'ladi. O'zini yenga olmagan inson hech qachon tashqarida g'alaba ko'rmaydi. Hurmat ham, kuch ham shu nuqtadan boshlanadi. Shuning uchun tanani emas, ongni boshqar. Ruhingni esa hech kim tegina olmaydigan darajaga olib chiq. O'zini yenggan odam ichdan yengilmas bo'ladi. Qolgani esa vaqt kelib uning oldida bukiladi. Intizom, iroda va ichki kuch haqida chuqur fikrlarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'l.